Assalomu alaykum aka-ukalar, birodarlar, do'stlar. Sog'omonmisizlar? Hozir bitta video ko'rsataman. Fikrlaringizni bildirib qolasizlar. Oqtoy. Mana bular mana gurji kuchuklar, buning bolalari. Mana bu lekin parodasi boshqa. Qarangizlar. Kuch bu adashib ketib qolgan it bu. Bulardan ancha katta-da. Bularni qarang mana bu. Mana solishtirib ko'rsataman-da bu. Bu parodasi ham boshqa. Adashib ketib qolgan, mana yonida turibdi. Qarang, bu o'zini bolalari. Bu parodasi ham boshqa. Bu Oqtoydan tug'ilmagan bu, katta yirik itdan tug'ilgan bu. Mana shu itchani adashib ketib qolgan bu gurji kuchukning bolalari bilan qo'shilib, emib birga o'ynab yuribdi. Hozir emizamiz, onasini yotqizib ko'rasizlar. Mana shu it bizning Oqtoy itimiz, gurji kuchuk. Lekin men birinchidagi ko'rgan qora it kuchukcha bor-ku. Mana shu itcha adashib kelib qolgan bir haftadan beri. Bir haftadan beri tashlab ketgan qanchiq kuchukchani bizning Oqtoy itimiz shuni qabul qilib emizadi. Bu juda ham bir aqlli itcha-da bu. Buni qarang. Alloh har bir nima deydi, jonzotni yaratganda bir kamchiligi bilan, nima deydi, mana shu mehr berishi bilan, qahr g'azabi bilan yaratganda kimlardir ba'zi bir insonlar o'z farzandini tashlab ketadi-da. Kimlardir tirnoqlarga zor bo'lib asrab oladi. Lekin mana shu it juda ham bir aqlli it. Mana shu kuchukchani begona siramay bir haftadan beri oq sut berib emizib yuribdi. Allohning bir yaratgan jonzotida bu ham. Men mana shu 37 yoshga kirgan bo'lsam, bironta itni ko'rmaganmanki, begona bir mana bunday yirik kuchukchani qabul qilib emizayotganini. Mana qarangizlar. Mana bu juda ham bir boshqa paroda itda bu. Mana bular mayda gurji kuchukchalar. Sog' bo'lib qolasizlar, barchangizga omad.